Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasa Mava. Albatta do'stlar, kommentariyalarda va faollik qilganingiz uchun videoning keyingi qismini chiqarishga qaror qildim. Do'stlar, ajoyib futbolchilardan iborat tarkibimizni full qilishda davom etamiz. Albatta, yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Kommentariyada esa omad so'zini yozib qoldiring. Demak, men videoni boshladim. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz. Hop do'stlar, har doimgidek fitness kuchaytirgichga kuchaytirishda davom etamiz. Hop, bu yerda Ronaldolarni ham tushirib olsak bo'laveradi. Albatta, juda ham yaxshi bo'lardi bu futbolchilarni ham joylashtirib qo'ysak. Asosiy kuchayish kerak bo'lgan futbolchilar asosiy tarkibda bo'ldi va mana kuchaytirishlarni berishni boshlasak ham bo'laveradi. Va Bukayo Sakada 90 stamina bo'ldi. 87lik Eder Militao Iscoga tushmoqda. Erling Haalandning stamina darajasi 91, kartasi esa 91, 95, adashib ketdim. Bukayo Saka ham 91lik kartasida. Luis Diazning tezligi 95, kartasi 86 va yana star darajasi. O'tgan videoda ham satarasiga ko'p tushgan edi. Lewandowskining shot darajasini 100 qilganmiz. Mana Black Horse berilmoqda Cristianoga 86lik kartasida. Lewandowskida shot darajasini 100 qilganmiz va fitness bersak bo'laveradi bu futbolchiga. Erlingda staminasi 96 ham bo'ldi. 100 ham qilib qo'ysak kerak. Albatta. Hop, David Alaba. Tezlanishiga ham tushmoqda Erlingning. David Harry Kane'ning stamina darajasi 88ligicha qoldi. Erlingda esa 97 ham bo'lib ketdi. Bukayo Sakaga tushmoqda satara darajasiga. Luis Diazning tezligi 96, kartasi 86. Bukayoda esa staminasiga tushmoqda. David Alaba, Cristiano Ronaldo, Cristianoning staminasi 88. Koksu, va Harry Kane'ning staminasi esa 89. Hop do'stlar, Harry Kane'ning tezlanishiga tushmoqda. U Black Horse berilmoqda va Harry Kane'ning 91 bo'ldi staminasi. Lewandowski, satarasiga tushmoqda Sakaning kontrol va pas darajalarini ham 100 qilib qo'yish kerak aslida. Hop do'stlar, endi esa sizlar bilan keyingi qismda albatta faol bo'lib videolarga like bosib kommentariyada faol bo'lsangiz keyingi videolarda ko'rishamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun sizlar bilan Dalasa Mava.